Oliy Majlis Qonunchilik palatasining harakatlar dasturiga muvofiq agrar sohada suv resurslaridan samarali foydalanish borasidagi vazifalar ijrosini hududlarda nazorat tahlil tartibida o'rganish belgilangan. Shunga ko'ra 15-16 may kunlari mutasaddilar va deputatlar hamkorligida Sharof Rashidov va Paxtakor tumanida o'rganishlar olib borildi. Dastlab shu haqda. Suv hayot manbai, oddiy iste'moldan tortib qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan noz-ne'matlargacha, bunyod bo'layotgan osmono'par binolar va eng zamonaviy texnologiyalargacha barchasini suvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biroq, tabiat tomonidan ato etilgan bebaho ne'mat zaxiralari yildan-yilga kamayib bormoqda. Bu esa o'z-o'zidan suvni isrof qilmaslik, uni tejab ishlatish, asrab-avaylash kerakligiga undaydi. Shu maqsadda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 2 kun davomida viloyatimizning Sharof Rashidov va Paxtakor tumanlarida o'rganishlar olib bordi. Dastlab qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun mo'ljallangan Oqtosh nasos stansiyasida bo'lib, bu yerdagi ahvol bilan tanishdi. Ro'parasi 40 yildan buyon ishlab kelayotgan bu nasos stansiyasida ahvol yildan-yilga og'irlashib borayotgani bois, bundan 3 yil oldin zamonaviy va energiya tejamkor nasoslar o'rnatildi. Shundan so'ng ish unumdorligi oshib, 800 gektarga yaqin maydonlarni suv bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Deputatlar sharoit bilan tanishish borasida muammolarni ham o'rgandi. Shundan so'ng hududdagi O'sar Xatami fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasiga qarashli Shermamat fermer xo'jaligida bo'lib, bu yerda suv tejovchi uskunaning ishlash tartibi, afzalliklari, qulayliklari, hosildorlikni oshirishdagi imkoniyatlar haqida qiziqdi. Shuningdek, ishchi guruhi tumandagi Uchtepa fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasidagi Isoqbobo fermer xo'jaligida bo'lib, suvdan foydalanuvchilar, muroblar, dehqonlar bilan uchrashdi. Unda suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish, nasoslar samaradorligini oshirish va kanallarni betonlash orqali suv yo'qotishni kamaytirishning dolzarb ahamiyati haqida gapirishdi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan aholi xonadonlariga katta miqdorda tomorqa yer ajratilyapti. Mana ko'rdikki, yoshlar bugun yerga egalik qilib, o'z maqsadlari uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida mahsulot yetishtirish uchun ko'chatlar qadagan. Ularni ham suv bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqdik. Oziq-ovqat mahsulotlari nafaqat xavfsizligini ta'minlash, balki hosildorligini oshirish, ularni tannarxini kamaytirish, bozorlarni arzon qilish maqsadida dehqonlarimiz, aholi xonadonlari juda mehr bilan ishlayapti. Sababiki imkoniyat bor. Shundan so'ng fermerlar, suvchilar va mas'ullar ushbu fermer xo'jaligi dala maydonida suv tejovchi uskunalardan foydalanish tartibi bilan tanishdi. Plyonka ostida qo'shqator ekilgan g'o'za parvarishi, tomchilatib sug'orish ahamiyati, muhimi bir tomchi suvni ham tejash orqali katta hosil to'plash mumkinligi borasida fikr-mulohazalar yuritishdi. Deputatlar Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida umumiy uzunligi 98 kilometr bo'lgan DM1 kanaldagi betonlashtirish ishlarini ko'zdan kechirishdi. Aytish kerak, ushbu kanalning 67 kilometri Jizzax viloyati hududiga tegishli bo'lib, hozirda kanalning 47 kilometr tayyor holga kelgan. Umuman olganda viloyatda grafik asosida 11 milliard so'm mablag' hisobiga 220 kilometrdan oshiq masofada betonlashtirish ishlari amalga oshirildi va bu ishlar davom etmoqda. Bundan tashqari klaster va fermer xo'jaliklariga tegishli 1200 kilometr masofada betonlash ishlari bajarilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra barcha kanallarda betonlashtirish ishlari yakunlangach 229 million kub metr suv iqtisod qilinishga erishiladi. Paxtakor tumanidagi Semurg' fermer xo'jaligidagi 800 metr yer arg'i ham to'liq betonlashtirildi. Qolaversa 82 gektar maydondagi paxta va urug'lik g'alla maydonlariga joriy qilingan tomchilatib sug'orish texnologiyasi hosildorlikni oshiryaptiki, aslo kamaytirgani yo'q. Ahamiyatlisi fermer dalalarda nafaqat suv tejovchi texnologiyalar, balki suvsizlikka va qurg'oqchilikka chidamli yangi ekin navlari ham sinovdan o'tkazilmoqda. G'allaorol Lalmokor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti bilan ilmiy amaliy hamkorlik natijasida sho'rga, issiqqa chidamli bo'lgan navlar parvarishlanyapti. Shulardan biri do'stlik navi bo'lib, suv kam bo'lgan taqdirda ham o'rtacha 80-85 sentner hosil berishi aytilmoqda. Biz o'zimiz urug'chilik korxonasi bo'lganimiz hisobiga erta pishar ham suvga chidamli navlarni ko'paytiryapmiz. Bu 2 barobar, kerak bo'lsa 3 barobar suvni tejab berish imkoniyatini beryapti. Mana g'allada erta pishar ultra navini ekdik. Bu boshqa navlarga nisbatan 1 oy erta pishadi hamda bitta suvni tejab berish imkoniyatiga ega. Hamda yomg'irlatib sug'orish evaziga ekilgan bug'doylar urug'lari yuvilib ketmasdan g'allani o'zini bor hosilda 100% undirib berish imkoniyatini beradi. Bu juda katta imkoniyat bo'ladi hamda suvni tejab berishga ham juda katta yordam beradi. Biz mana hozirgi kunda paxtada har bir gektarida suv tejovchi texnologiyadan foydalanib 46-47 sentner hosil olyapmiz. Bu paxtada ham sifatli ham erta hosil olish imkoniyatini beryapti. Tadbirning ikkinchi kuni ta'minotchi korxonalar va nazorat qiluvchi organlar hamda deputatlar ishtirokidagi ochiq muloqot bilan davom etdi. Unda joylardagi uchrashuvlar hamda o'rganishlarda aniqlangan
kamchiliklar, muammolar, dehqon va fermerlarni, muroblarni o'ylantirayotgan va qiziqtirayotgan masalalar muhokama etildi. Masalan, suv tejovchi texnologiyalarning joylarda sifatsiz o'rnatilishi, asossiz elektr energiyalarining uzilishi, soliq to'lovlari, aqlli suv qurilmalarining ishlamasligi, zamonaviy texnologiyalarni ishlatish uchun kadrlar yetishmasligi, irrigatsiya tizimida korrupsiya holatlari ham uchrayotgani va boshqa masalalar muhokama qilindi. Respublikamizga keladigan suvni 80-85% qo'shni davlatlardan shakllanib kelishi bir omil bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi omil mana shu global iqlimning o'zgarishi oqibatida mana suv tanqisligining vujudga kelishi. Mana shu jarayonlarda bevosita joylarda mana shu qurg'oqchilikning suv tanqisligini oldini olish maqsadida mana shu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bugungi kunning o'ta ham dolzarb vazifa ekanligi. Nafaqat soha mutaxassislari, nafaqat bunda qonunchi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlari, parlament, bunda butun jamiyat bugun suv tanqisligi bilan kurashish, suv tanqisligini yumshatish, undan samarali, tejab, tergab foydalanish bo'yicha albatta joylarda birgalikda ish olib borish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. O'rganishlar davomida bugunda yuzaga kelayotgan shu muammolar, suv tanqisligini oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, masalan, qishloq xo'jaligida ekilgan ekin turlari bo'yicha gidromodul asosida sug'orish hamda shu suv tejovchi texnologiyalar joylarda bevosita aqlli qurilmalarni ishlatish bo'yicha kadrlar salohiyatini qanday shakllantirish bo'yicha joylarda xalq bilan shu fermer xo'jaliklari bilan soha mutaxassislarini bevosita muloqot qilib uchrashuvlar o'tkazildi. Seminar so'ngida mas'ullar va mutasaddilarning mavzu yuzasidan hisobotlari tinglandi. Shundan kelib chiqib talab va takliflar bildirildi.